Termiz shahrida imkoniyati cheklangan yoshlar uchun raqamli ko'nikmalarga oid trening o'tkazildi. Tadbir Uzbekistan Digital Inclusion loyihasi doirasida Jahon banki va IT Park ko'magida tashkil etildi. Treningda ishtirokchilar shaxsiy o'sish, ishga tayyorlik va IT yo'nalishidagi imkoniyatlar bilan tanishdi. Bugun raqamli dunyoga qadam qo'yayotganlarning ko'zlarida umid, shijoat bor. Uzbekistan Digital Inclusion xalqaro loyihasi doirasida Termiz shahrida o'tkazilgan navbatdagi trening imkoniyati cheklangan yoshlar uchun zamonaviy imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Jahon banki hamda IT Park Uzbekistan ko'magida tashkil etilgan ushbu dastur raqamli tenglikni ta'minlash orqali yoshlarning hayotda o'z o'rnini topishiga xizmat qilmoqda. Shu maqsadda viloyatimizning barcha tumanlaridan imkoniyati cheklangan yoshlar qamrab olindi. Bu loyiha doirasida butun respublikamiz 9 ta viloyatida treninglar olib boryapti va xuddi shunday Surxondaryoda ham 2 smenada trening bo'lib o'tyapti. Ushbu treningdan maqsad aynan imkoniyati cheklangan bo'lgan insonlarni ishga joylashish bo'yicha ma'lumot berish, rezyumelar to'ldirish, ish beruvchi bilan suhbatga kirganda o'zini tutish. Ular orasida ko'pgina oliy ma'lumotli, IT sohasi bilan ma'lumoti bo'lgan insonlar bor, ammo ularda aynan mana shu qayerga borib ishga joylashish kerak, qayerga murojaat qilish kerak, qanday ishga joylash kerak, shu haqida ma'lumot yo'q. Bu treninglar o'shalarni o'rgatish uchun mo'ljallangan. Seminar davomida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan imkoniyati cheklangan yoshlar shaxsiy o'sish, rezyume tayyorlash, suhbatga tayyorgarlik, ijtimoiy tarmoq saytlaridan unumli foydalanish kabi hayotiy zarur ko'nikmalarni egallashdi. Ular real hayotiy vaziyatlar asosida guruhda ishlash, o'zini namoyish qilish va ijtimoiy imtiyozlar haqida ham keng ko'lamdagi ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Bunday trening darslar nafaqat bilim, balki ishonch beruvchi amaliyot bo'la oldi. Seminarda imkoniyati cheklanganlar o'rtasida ishga qanday joylashish masalasi o'rgatilyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bu seminardan juda ham katta o'zimizga ma'lumotlar oldik. Seminar treningchi hozir bizga rezyumeni qanday to'ldirishni o'rgatdi. Ishga borganda endi bemalol qiynalmasdan o'zimiz haqimizda ma'lumotlarni berib, rezyumeni bemalol to'ldira olamiz. Bizlar bemalol o'zimizni o'rnimizni topib keta olamiz. Men bunga ishonaman. Ushbu loyiha mamlakatimiz bo'ylab 9 ta hududda bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Dastur doirasida 450 nafardan ortiq imkoniyati cheklangan yoshlar, jumladan ayollar ham IT va outsourcing sohalarida interaktiv ko'nikmalarni egallaydi. Ushbu loyihadan ko'zlangan maqsad ijtimoiy tenglikni mustahkamlash, raqamli iqtisodiyotga barqaror integratsiyani ta'minlash, eng muhimi esa hech kim rivojlanishda ortda qolmaslikdir.